Assalomu alaykum muhtaram prezident. Assalomu alaykum. Hozir butun xalqimiz xursand. O'zbekiston xalqini jahon chempionati va hayot ayyomi bilan tabriklayman. Исторический день для Узбекистана. Впервые в истории сборная Узбекистана вышла на чемпионат мира по футболу. Эта победа не только спортивное достижение, это национальная гордость. Символ единства. Ребята показали невероятный характер, сражались до последней минуты и сделали то, во что многие боялись поверить. Но они верили, и мы верили. И это случилось. Президент Узбекистана Мирзиёев Шавкат Мирамонович лично позвонил игрокам сборной, поблагодарил за исторический результат и поздравил от имени всей страны. Assalomu alaykum muhtaram prezident. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ko'rdingizmi, sizni ham qo'yqadamingiz bilan bugun tarixiy g'alaba bilan mana shu qadrli farzandlarim o'tiribdi hammasi. Hammasi chetda sizni tabriklashyapti, chunki bu g'alabada sizni hissangiz katta. Biz juda faxrlanyapmiz shunaqa prezidentimiz borligidan va bu g'alabada butun siz boshchiligida butun xalqimizni tabriklaymiz va hammamizning g'alabamiz. O'shaning uchun bolalar ham hammasi chetda eshitib turibdi sizni. Hammaga hech shubhasiz mana shu bu tarixda milliy sportimiz sog'lomasiga oltin harflar bilan bitiladigan bunday yorqin natija yurtimizdagi millionlab futbol muxlislari, butun 38 million xalqimiz tika turib 7dan 70 yashar ko'rdi. Mana shu munavvar oqshomda qutlug' zafar ayyomida ko'p millatli butun O'zbekiston xalqi sizlar bilan faxrli ravishda faxrlanmoqda desak, haqiqatni aytgan bo'laman. Aminman bu tarixiy yutuq xalqimizning ezgu maqsadlar yo'lida yana birlashtiradi. Minglab mana shu yangi O'zbekiston yoshlari nimaga qodir ekanini yana bir marta namoyon etdilar mani farzandlarim. Minglab yoshlar uchun bu ilhom manbaiga, ibrat timsoliga aylanadi. Yangi O'zbekistonni xalqaro obro' e'tiborini yanada oshirishga xizmat qiladi. Farzandlarimni doimo qo'llab-quvvatlab kelayotgan mehribon va talabchan ustoz murabbiylaringizni, milliy terma jamoa barcha a'zolarini sizlarga baxt va omad tilab kecha kunduz. Но на этом поток поздравлений не закончился. Даже Рамзан Ахматович Кадыров присоединился к поздравлениям и выразил глубокое уважение к узбекским футболистам. Настоящие воины. Ваша сила, воля и братство заслуживают самых теплых слов. От всей души поздравляю узбекский народ с этим великим днем. Узбекистан услышал весь мир. И теперь мир услышит Узбекистан. Готовьтесь, ведь впереди главное футбольное событие планеты. И наша сборная там, среди лучших. Спасибо, сборная Узбекистана. Вы герои, вы их история. Мы с вами. Вперед, Узбекистан! Sovrin o'z yo'liga hozir butun xalqimiz xursand. Duolari bilan shu joygacha keldik. Biz oldimizga qo'yilgan maqsadni erishdik, jahon chempionatiga chiqdik. Bu nima deydi? Hozir til bilan tasvirlab berish juda qiyin. Bizga armon bo'lib qoldi. Mana alhamdulillah jahon chempionati chiqdik. Endi nima deymiz? Xalqimiz duosi bilan, ota-onamiz duolari bilan erishdik. Rahmat. İçimdagi hissiyotni tasvirlab bera olmayman. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqini jahon chempionati va hayot ayyomi bilan tabriklayman. Barcha xalqimizni hayot ayyomi va jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan tabriklayman. O'zbekiston xalqini kelayotgan hayot ayyomi tabriklayman. Jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan Abdusha hammani biz xalqimizni tabriklayman. Butun O'zbekiston xalqini jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan tabriklayman. Ishonch bildirib qo'llab-quvvatlaganingizga rahmat. Hammani kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Bismillah, avvalambor assalomu alaykum. Butun o'zbek futbol muxlislarini chin qalbimdan tabriklayman. O'ylaymanki bu qo'shaloq bayram. Chunki bugun Arafa, ertaga hayit bayrami. Alhamdulillah, Alloh yuzimizni yorug' qildi. Qo'shaloq bayram bilan hammani tabriklayman. Hayit ayyomi va jamoamizni, butun xalqimizni g'alaba bilan tabriklayman. Inshaalloh g'alabalarimiz, bayramlarimiz davomiy bo'lsin. Hayit bayrami va jahon chempionati yo'llanmasi bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Shu jumladan oila a'zolarimni ham tabriklab qolaman. Assalomu alaykum. Barcha O'zbekiston xalqini jahon chempionati yo'llanmasi bilan hamda Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklayman. Assalomu alaykum barcha o'zbekistonlik o'zbek muxlislariga va o'sha vatandoshlarimizga hammani shu bugungi jahon chempionati chiqqanimiz bilan va shu bayram hayit bayrami bilan hammani tabriklayman. Chin yurakdan rahmat sizlarga. Shunchalik sabr qildinglar. 34 yil sabr qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshilik ko'rishinglar. 10-da hammani kutib qolamiz stadionda.